أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد. Cenab-ı Allah subhanahu ve Teala'ga hamdü sana, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge duay salam yollab bo'lgandan keyin maqsad kelsak, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Najmuddin Abi Hafs Umar ibn Muhammad an-Nasafi rahimahulloh yozgan Al-Aqaid an-Nasafiyya nomli kitobning 5-darsiga keldik. Musannif rahimahulloh ilgirki darslarda haqiqat ahli narsalarning amaliyoti bor ekanligini, u narsalarning borligini bilgilib bo'ladiganligini, bu narsalarni borligini bilishning yo'li, maxluqotlar uchun yo'li 3 ekanligini, u 3ning biri sog'lom sezgi a'zolari, yana biri bo'lsa rost xabar, yana biri bo'lsa aql ekanligini, shu 3 yo'l orqali biz shaylarning bor ekanligini bilgili bo'ladiganligini so'zlab, biz 3 yo'l orqali bu shaylarning hammasining borligini bilib bo'lgandan keyin bu olamning butunlay o'zining parchalari har tarafda bilan qo'shib yangidan paydo qilingan ekanligini, olamning modda va hodisa deb ikkiga bo'linadiganligini, shu moddalarni bo'lgan hodisa deb ikkiga bo'linadiganligini, moddalarning jism boshqa shaylardan tarkib topgan şey bo'lsa jism, hech qanday shaydan tarkib topmagan yolg'iz shu jismning bir parchasi bo'lsa javhar deb ataladiganligini, hodisa degan shu moddalarda yuz beradigan, o'z oldiga mustaqil o'zini ifodalanmaydiganligin boshqa moddalarda yuz berib ondan ifodalanadigan narsalarni hodisa ekanligini so'zlab o'tgandan keyin bu shaylarning bunda alam bu shaylarning hammaning yangidan paydo qilingan, asli yo'q, keyin paydo qilingan bir şey ekanligini aql orqali isbotlab chiqqan edi Musannif rahimahulloh. Undan keyin aqlli bir qoida har qanday bir şeyi o'zligidan bo'lib qolmaydiganligini, har qanday bir şeyi o'zligidan bo'lib qolmaydiganligini, buni bir paydo qilguvchi, bir etkuchi, bir yasug'uvchi bo'ladiganligini, aql shuni talab qiladiganligini so'zlab, bu şeylarning hammasini paydo qilguvchi Alloh taolo ekanligini, bu Alloh taolo bu şeylarni hammani yo'qdan paydo qilguvchi bo'lgan bu Alloh chuqur bir bo'lish kerak. Qadim azaldan tortib bor bo'lish kerak, hayot bo'lish kerak, qudratli bo'lish kerak, ilmli bo'lish kerak, hammani anglab turadigan, hammani ko'rib turadigan bo'lish kerak. Har qanday shayni xoliy oladigan o'z oldiga irodasi bo'lish kerak deb mushunda so'zlab kelgan edi Musannif rahimahulloh bundan ilgirki darslarda. Endi Musannif rahimahulloh Alloh taolaniki sifat, maani, ya'ni mundaq bo'lish kerak. Olamni paydo qiluvchi Alloh demak tabiiy shundoq bo'lgandan keyin endi Alloh taolaning salbiy sifatlarini, ya'ni mundaq bo'lmasligi kerak. U olamni yaratuvchi Alloh mundaq emas. Sabablari mundaq deb bugungi darsimizda shuni bizga tushuntirib o'tadi. Musannif rahimahulloh deydiki, laysa bi'aradin wala jismin. Musannif rahimahulloh deydi, ya'ni olamlarni paydo qilguvchi zot Alloh bo'lsa, laysa bi'arad, ya'ni moddalarda yuz beradigan hodisa emas. Wala jism va jism mu emas, ya'ni wala javhar mu emas. Jism javharni nima dedik? Modda dedik. Ya moddaniki Cisim degan bir şey, bir muncha şeylarni tarkib topgan jism mu emas, vala javhar degan
shu jismniki hech qanday bir bilakka bilinmaydigan partisi bo'lgan javharmi emas. Vala musawwar degan bunda bir suratlik, bir xil suratlik, bir xil shakllikmi emas. Vala mahdud degan bir had chegaralık emas. Miyadan miyagacha deb had chegaralık emas. Vala ma'dud 5 2 3 4 5 6 7 deb sanaladigan sanalg'uch emas. Vala mutaba'id degan parchalang'uch emas. Boshqa bilaklar mutaba'id degan yani boshqa bilaklarga bo'linadigan bo'lang'uch emas. Vala mutajazzi degan boshqa parchalarga parchalanadigan parchalang'uch emas. Vala mutanahin degan bunda chekiga yetib tugab qolguchi emas. Vala yusafu bil mahiyya uning mohiyati nima bu Alloh taolaning tigi-tekti qandoq deb sifatlanguchi emas. Vala bil kayfiyya Alloh taolo degan qandoq zot bu deb qandoqlik bilan sifatlanguchi emas. Vala yatamakkanu fi makan degan bir makonda o'rin tutquchi emas. Alloh taolo bir makonda o'rin tutmaydi. Vala yajli alayhi zaman Alloh taologa zaman davomlashib zaman o'tmaydi. Alloh taologa zaman o'tmaydi. Ya'ni Alloh taolo 1 yosh, 2 3 yosh deb yosh kelmaydi. Vala yashbahuhu shay vala yushbihuhu shay Alloh taologa hech qanday bir shay'i o'xshamaydi. Vala yakhruju an ilmihi va qudratihi shay Alloh taolaning ilmidan, Alloh taolaning qudratidan hech qanday bir shay'i chiqib ketmaydi. Deb Musannif rahimahulloh bugungi darsimizning umumiy teksti mana shu. Endi biz bir-birlab kelaylik. Musannif rahimahulloh dediki, Allah laysa bi arad. Ya'ni olamlarni paydo qiluvchi bi arad degan jismlarda, ya'ni moddalarda paydo bo'lgan hodisa emas dedi. Nimishqa deganda, chunki bu moddalarda paydo bo'lgan hodisa degan uningki davomli turib qolishi mumkin emas. Chunki bu arad degan gap asli arab tilidagi arid degan gap bilan bir yiltisidan chiqqan. Arddan masdardan chiqqan bo'lsa, arad degan gap arad degan hammasi yiltisi bir so'zlar. Ya'ni ma'nosi bir degan gap. Onda da arid degan gap bir paydo bo'lgan bir hodisa degan, ya'ni davomli turmaydi, paydo bo'lib o'tib ketadi. Ya'ni o'tkinchi degan gap. O'tkinchi hodisa, o'tkinchi ish degan gap. Shu sababdan arablar bulut qilma arid deb ism qo'yib qolgan. Mesela Qur'oni Karimda hada aridun mumtirun deb bulutga arid deb qo'ydimi? Shunda indin kelgan paydo bo'lgan narsa biz yomg'ir yog'di deb, ya'ni o'tkinchi yomg'ir yog'dirgan bulutlar degan gap. O'tkinchi, har qanday hodisa o'tkinchi, o'tib ketadi. Bu davomli turmaydi. Endi biz aradning davomli turmaydigan narsa ekanligini bildik. Davomli turmaydigan narsa bo'lsa, davomli turishi mumkin bo'lmagan narsa degan qadim bo'lmaydi. Biz bundan ilgili darsda Alloh taolaning qadim ekanligini, ya'ni avvalisining ibtidosi yo'q ekanligini, azaldan tortib bor ekanligini so'zlab o'tgan edik. Azaldan tortib bog'lab, davomlashib boqiy bo'lib keladigan zot Alloh bo'lish uchun arad bo'lsa bo'lmaydi. Arad degan gap yo'qolib ketadi. Endi bu ikki zid qarama-qarshi ish. Demak Alloh taolo nima emas ekan? Shaylarda paydo bo'ladigan hodisa emas ekan. Yeni bir sababi shuki, bu shaylarda paydo bo'lgan bu hodisa degan o'zi mustaqil ifodalanmaydi bu. O'zi mustaqil turolmaydi. Bu o'zini borlig'ini ifodalash uchun cho'qim bir obyektga, cho'qim bir shayga muhtoj bo'ldi. Ya'ni biz ilgirki darslarda araz deganni tushuntirib, arad degan bu ma'lum bo'shliq doiradan o'zi mustaqil o'rin ololmaydi, balki ma'lum bo'shliq doiradan o'rin olib egallagan jismga, degan shayga shuningda yuz berdi. Masalan, tam desak, tamning siri arad, tamda yuz bergan hodisa bo'lsa, tam nima? Jism bo'ldi masalan. Shuningdek, ya'ni sir tamga tayolmasdan o'zi turolmaydi masalan. Havoga silab qo'yganga sir havo silanmaydi masalan. Havoga xat yozganga xat yozilmaydi. Cho'qim bir jism bo'lish kerak. Jism orqali ifodalanadigan narsa
Anda yani demek u nima? Bunun ma'nosi demek bir şeyga muhtoj degan gap. Bir şeyga muhtoj. Bir şeyga muhtoj bo'lgan narsa degan nima bo'lmaydi? Iloh bo'lmaydi. Biz Allohni qodir deb sifatladik, olamni paydo qiluvchi. Hech nimaga ehtiyoj yo'q deb. Hech nimaga ehtiyoj bo'lmagan zot, hech nimaga ehtiyoj bo'lmagan zot iloh bo'la oladi. Anda ehtiyoj boshqa shaylarga ehtiyoji bo'lgan har qanday shay bu nima bo'lmaydi? Olamlarni yasovchi iloh bo'lmaydi. Mana shu sababdan nima deb atadoq? Leysa bi'arad. Allah Teala cisimlarda yüz bergen hadisi mu emas. Hoş. Onun kendini vela cisim. Musa İbrahim oladı. Vela cisim. Allah Teala cisim mu emas. Yani bu alemlerini yasıgıcı, alemlerini peyda kılgıcı cisim mu emas degan bo'ldi. Nimişqa? Çünkü cisim degan qanday narsaga qo'ygan bir isim cisim degan en ezi ikki narsadan tarkib topgan. En ezi ikki narsa. Küfüniki sani yok. En ezi ikki narsadan tarkib topgan ve ma'lum boşluk dairesinde ma'lum boşluk dairesinde o'rin olgan. Yani u bir boşluk dairesinden bir o'rin olmay turamaydi bir yerde. Cisim deganni ondan Allah Taala o'rnashtirib qo'ygan yerda turalıydı. Eğer mesela adamni osmonga tashlab qo'yib yerga tushib ketadi masalan. Osman cisimlerini Allah Teala hemmenin şunda yerde tursiz de o'rnashtirib qo'ygan. Her qanday bir şeyi ma'lum bir o'rni muhtoj tutgan bir yerga. Xuddi biz adam yerga muhtoj bo'lganda, yerda masalan bo'shliq tag'in tepsiga yerga tushib ketadi adam. Cho'qim bir yerga muhtoj bo'lganda her bir şeyi 60% besimini o'tib ketgan şeylarni Allah Teala yaratib qo'ygan. Shu o'rlashib qo'ygan yerga muhtoj. Şu yer bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning shu yer lozim. Endi cisim degan ikki sifati bor. Birisi nima? Cisimning bir sifati boshqa narsalardan tarkib topgan. Boshqa bo'laklardan, parchalardan tarkib topgan. Yeni bir sifati bu bir ma'lum bo'shliq doirasiga muhtoj. Ma'lum bo'shliq doirasidan o'rin egallab turgan narsa. Cisim degan. Endi anda bo'lgan ekan buniki bu ikki ishi biri nima boshqa bo'laklarni tarkib topgan, yeni biri bo'shliq doirasidan bir o'rin egallab turgan, o'rin tutib turgan. Bu ikki ishi nimaning alomati? Buning yangidan paydo bo'lganlikning alomati. Yangidan paydo bo'lganlikning alomati. Nimishqa? Nimishqa bu şeylar yangidan paydo bo'lganlikning alomati deysizlar, desanglar. Çünkü biz alemning cemiat beştiki derslerde alemning cemi şu barliq bo'laklar parçalar bilan qo'shib yangidan paydo qilingan dedik. Ve bu cisimlarni alemning bir parçası ekanligini so'zladik. Anda bo'lgandan keyin bu tabii ki bu cisimga o'z oldiga narsa emas. Alemning bir parçası olgandan keyin alem hammasi yangidan paydo qilingan yerda tabii ki uning ergishib jismi yangidan paydo qilingan bo'ladi. Endi yeni bir sebep shu ibatim biz dedik-ku, ikki xil sifat. Başqa şeylerden tarkib topgan degan gap bir şeyi cisim degan boshqa şeylerden tarkib topgan narsa bo'ldi. Boshqa şeylerden tarkib topgan narsa degan shu cisimleri, shu tarkib topgan narsaları ta ki qurshab bo'lmaguncha kamil mutakamil bo'lmaydi. Masalan bir uy salsak uyniki bitamiz bitmagan bo'lsa uy bitmagan bo'ladi. Mashina olsa mashinaning bir chaqisi olmasa bu mashina to'liq mashina olmagan bo'ladi masalan. Chal olgan bo'ladi. Demak bu o'zining kamil bo'lish uchun cisim degan nimaga muhtoj ekan? O'zining parchalariga muhtoj ekan. To'liq parchalar bo'lmasa kamil bir şey bo'lmaydi ekan. Demak buning bir muhtojlikdan kelib chiqadimi? Yeni biri ma'lum bo'shliq o'zlikka barpo bo'lib turish uchun bir o'ringa muhtoj ekan. Bir o'rinni beni egallab turishga muhtoj ekan. Demak biz bu şeylarni shuni bilib oldikki, bu narsa muhtoj ekan. Muhtoj bo'lgan narsa, boshqa şeylarga ehtiyoj bo'lgan narsa nima emas? Bu iloh bo'lmaydi. Bu cho'qim yangidan paydo bo'lgan narsa bu. Boshqa birsi buni birmuncha parchalardan nima qilgan? Birlikka keltirgan ve ma'lum bir bo'shliqqa qadab o'shada o'rlashtirib qo'ygan ekan degan gap chiqdi. Endi
Bazılar so'rab salsa, bazılar bunda deb so'rasa. Bu sizlar nimishqa Alloh taolani jism demaysizlar? Alloh taolani Allah mesela sizlar Alloh taolo shay'un la kal ashya degan hech qanday shay'liga o'xshamaydigan bir shay'i doğru deydigansizlar. Shunda degandan bizmi Alloh taolo jismun la kal ajsam deymiz deb so'raymiz. Alloh taolo hech qanday jismga o'xshamaydigan jismdir deymiz deb bir savol so'rab salsa, buning biz deymizki bizniki Alloh taolani shay'i deb atishimizga sabab chunki shariatda Qur'oni Karimda Alloh taolani shay'i degan lafz bilan atilib kelgan Alloh taolo. Alloh taolo sura An'amning 19-oyatida deganki: "Qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillahu shahidun bayni va baynakum." Qulillah. Bishadiki qul ayyu shay'in akbaru shahada deganda qulillah deb qo'ydi. Alloh taolo yana ashu eng cho'ng guvohchi. Kim eng cho'ng guvohchi? Guvohchilik berish jihatda qaysi shay eng cho'ng deganda payg'ambar Alloh taolo deganki payg'ambar alayhisalom sen Alloh degin dedi. Alloh degin. Alloh sizlarning oranglarda men guvohchi deganda. Mishada Alloh taolani shay'i deb atadi. Shay'i. Agar Alloh taolo shay'i bo'lmasa edi, bunda bu kalam bilan atash durust bo'lmaydi. Endi chunki shay deganning ma'nosi muqim bar narsa degan gap. Shay deganning ma'nosi muqim bar narsa degan gap. Ammo shariatda jism degan lafz keladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda hadis hech qanday hadisda Alloh taolo jism degan gap kelmaydi. Jism deb kelganligi uchun biz uni shariatda atalmagan gap bilan biz Alloh taolani biz atayolmaymiz. Anladın? Şu sebepten biz Allah Teala'nınki Allah Teala'nın rengi mundak, Allah Teala'nın təmi mundak, Allah Teala'nın puruğu mundak, Allah Teala'ya kızlık ya soğuk ya höl ya kuruk ısık degandek cisimde yüz verdiğin alametler bilen müsbetlenmemiz. Allah Teala'nı cisim de sübetlenmegen ikenimiz Allah Teala'nı cisimnin alaydıkları bilen mi kılamayız? Sübetlenmeyimiz. Emdi Musannif rahimahullah dedi ki وَلَا cevher. Allah Teala cevher mu'emez dedi. Musannif rahimahullah dedi ki وَلَا cevher. Allah Teala cevher mu'emez. Neymiş Allah Teala cevher emez? Cevher degen hemen düşündüğünde cevher degen cisimden hiç kandak bilekki bilinmeydiğen bir parçası. Cisimden hiç kandak bir bilekki bilinmeydiğen bir parçası ne atıldı? Cevher deb atıldı dedik. Hem Allah Teala neymiş ki cevher demeyimiz degende. Çünkü bu cevher degen nimeden bir boşluktan bu boşluk dairesinden urun ağan neyse. Boşluk dairesinde urun ağan neyse. Demek cevher üzünün berpa bulab, üzününki turuşu üçün çokum boşluk dairesinden bir urunğa muhtaç, bir makanğa muhtaç. Anladın? Ve yine bunun da bir hareket var bunun da. Ya hareket tıkıp duydu, midlabı özgürüp duydu, ya ki şükturuptu. Ya turgulluk ya hareket var. Demek bunun da halet mi var? Bunun da ne? Bu cevherde hadisler yüz büyüdü. Yukarıda söylediğim hadisler yüz büyüdü cevherin. Üzüldü mü? Şunun kalap bununki bir makanğa muhtaç ikenligini biz bildik. Bir boşluk dairesinden bir urun tutup duruşa muhtaç ikenligini bildik. Muhtaç bu neresi degen birinciden ilah bulanmaydı. İkinciden hadislerini kubul kılıp bunun da hadisler yüz büyüdüken bunun da. Ya hareket kıtken, ya şükürtken. Demek bu mu? Nemiken? İlah bulanmaydı. Onun yine birisi bu cevher degen bu bilek binası emez. Nemeden cisimden parçası. Cisimden parçası olan degen cisim ne bu gayada yanından peyda kılınan nesi o gayada tabii ki cevher mu? Yanından peyda kılınan nesi. Demek Allah Teala cevher mi emezken. Yani demek Allah Teala parçalanmayken. Nemeden cisimde. Allah Teala parçalanmayken. Bunun biz Nasaralarının andın. Allah Teala 3 degen nauzubillah degen. Allah Teala 3 dada, oğul, mukaddes ruh deb 3'kü bölgen mesela. Xudavamlı 3'e işaret kıldı bula. Nasaralarının gepinden pütüle yalgan ikenligi. Çünkü ilah degen 3'kü bilinmeydi. 3'kü bilinmeydi. Andın. Cevher memezlikini.
Chunki javhar degan nimadanki parchasi ekan, jismning parchasi ekan, uning ustiga javharga boshqa hodisalar yuz bergan narsa ekan. Alloh taologa hech qanday bir hodisa yuz bermaydigan, hech qanday bir narsaning parchasi emas. Ondan hech qanday bir narsaga muhtoj emas bo'lgan zot Allohdir. Musannif rahimahulloh dediki, "Vala musawwar." Alloh taolo musawwar emas, ya'ni bir xil suratlik emas. Bir xil shakl va bir xil surt va emas. Ya'ni Alloh taolaning surti va Alloh taolaning shakli va anda shakllik, bunda shakllik deb desangiz bo'lmaydi. Alloh taolo chunki bu surat, chunki masalan insonning yoki boshqa bir şeylarning suratiga o'xshash bir surati va emas Alloh taolaning. Nimishqa? Chunki bu bunda shakllik bo'lish, bunda suratlik bo'lish degan bu jismlarning xususiyatlaridan. Anladın? Bu jismlar bunda suratlar, har xil shakllar orqali nima? Tarkibda bu har xil shakllar orqali ifodalanadi jismlar. Birisi uch burchak shaklida, birisi to'rt burchak shaklida, birisi oq, birisi qora, birisi andaq, birisi mundaq shakllarda. Lekin bu jismlarning xususiyati Alloh taolo nimaga o'xshamaydi? Yaratgan mahluqlarga o'xshamaydi, mahluqlar Alloh taologa o'xshamaydi va agar Alloh taoloning surati shakllanib qolsa, nima bo'lib qoladi? Bu joyda surat o'zini ifodalanish uchun surat shaklga ehtiyoji bo'lgan bu Alloh taolo behojat. Alloh taolo o'ziniki boylik Alloh taolo bor bo'lish uchun hech qanday jismga va jismniki alohidliklarga ehtiyoji yo'q. Shu sababdan Alloh taolo nima emas? Bir xil suratlik, bir xil shakllik emas. Musannif rahimahulloh dedi, "Vala mahdud." Alloh taolo mahdud emas deydi. Mahdud degan gap bir had chegaralang'uchi. Alloh taoloning chegarasi emas. Ya'ni bu olamlarni yasug'uvchi zot Alloh miyadan miyagicha, mancha kilometr ketu, ya mancha metr ketu, mancha ming metr ketu, anda ketu, munda ketu. Ondan deb bir chegarasi emas. Alloh taoloning chegarasi yo'q. Alloh taoloning kattaligining chegarasi yo'q. Vala ma'dud. Alloh taolo sanalg'uchi emas degandi. Alloh taolo sanalg'uchi emas. Ya'ni Alloh taolo 1 2 3 4 5 deb sanalayotgan sonning nimasi emas, sonniki obyektiv emas. Ondan yoki mancha kilo ketgan, ancha kilo ketgan, 100 kilo ketgan, ancha kilo ketgan qanday miqdorlarning nimasi emas, obyektiv emas Alloh taolo. Ondan ya'ni Avrad Fathi degan bir kitob yozildi. Vahidun la min qilla. Alloh taolo ozliqdan biyolab qolgan emas, ozliq sababidan bidona emas. Va mavjudun la min illa. Bir illat sababli paydo bo'lgan emas. Alloh taolo bir illat sababli paydo bo'lgan emas. Alloh taolo ozliq sababidan biyolab qolgan emas. Alloh taolo yakki yigona. Alloh taologa velam yekullahu kufuwan ahad tufayli, ya'ni Alloh taolo tangdash hech qanday bir şey bo'lmaganligi tufayli bir Alloh taolo yakki yigona. Mojihatdan bir anda san sanab emas, san sanab sifatdan emas, boshqasi yo'qkan hamda asli bo'lib qolsa qoladi, lekin boshqa iloh bo'lmaganligi shu bidog'an hamkan deb bunda tushunishga bo'lmaydi. Alloh taolo faqat birlikka Alloh taologa tanglashalayotgan hech qanday bir şey yo'q. Hammasi mahluq, hammasi muhtoj Alloh taologa muhtoj. Alloh taolo behojat zot. Shu vajidan nima bir Alloh taolo demakchi. Ya'niki vala ma'dud degan. Vala mutaba'id. Alloh taolo bo'laklarga bo'languchi emas hamda. Alloh taolo bo'laklarga bo'languchi emas. Vala mutajazzi. Alloh taolo parchalarga parchalang'uchi emas. Parchalar. Chunki nimishqa bu bo'laklarga bo'linadigan parchalanadigan balda ilgishilib o'tgandek, bu jismning alohidaligi. Jismlar eng ezi ikki parchadan, ko'piningki nimasi yo'q, aniq chegarasi yo'q. Bunda jiq şeylardan tarkibda qurashtiriladi. Bunda qurashtirilgan parchalangan narsa degan nima? Boshqalar tarafidan qurashtirilgan, boshqalar tarafidan parchalangan bo'ladi. Andaqalik uchun bu muhtoj bo'ladi. Alloh taolo behojatdir. Alloh taolo qurashtirilishga, parchalanishga, boshqa parchalardan takomillab mukammallashga ehtiyoji yo'q. Bu nasralarniki 3 tane şeyni tarkib topgan, o bu degan butunlay nima? Quruq, safsata xolos. Aqlga muvofiq emaydi u. Alloh bo'lish uchun biz deb turgan gaplar bir aqlli gaplar, inson aqli qabul qilgan gaplar. Iloh bo'lish uchun hech kimga ehtiyoji yo'q. Dunyodagi hamma shayni yaratuvchi bo'lish,
Ulardan en evvel bulaş. Evvelin iftidası yok buluş. Şimdi okşamaydıgan buluş. Üçün çokum parçalanmaydıgan, bilekler bilenmeydigan buluş gerek. Ve la mutenahin. Allah Teala mutenahin degan gap çek çığırası tügüç emas. Çığırası çeki yok. Allah Teala çeksiz. Nimişqa bu birisinin tüyap qilishi degan miqdor son sanoqlarning sifati. Son sanoqlarni chekib mesela sanasa oxir mancha milliard qon tugaydi masalan. Miqdor kilolarni mancha kilo, ancha kilo deb chekib mesela. Andın tugaydi. Binasidan kelgan daqan jugan tag olsa tag'imi tugaydi. Yer sharini cho'ng chekma, yer sharinikimi chekib. Yer sharini mi chekib. Lekin Alloh taolaniki nima cheki yo'q Alloh taolaniki sifatlari, kamolatlari Allah Teala'nın zatı tüyüp kalmaydı. Tüyüp kalmaydı diyen cıklayın yapamaz. Tügünmez bitmez Allah Teala. Tügünmez bitmez. Nime cihetten? Miqdar sallağı okşaması cihette. Çoğun okşamaydı. Ve la yusafu bil mahiyye. Allah Teala mahiyet bilen yani. Allah Teala'nın tiki tekti kanda zat ki edip süpetlenmeydi. Anladın? Allah Teala'nın tiki tekti kanda zat ki edip süpetlenmeydi. Aslında mahiyye degan gap mahuva degan gap. Mahuva. Nima o? deb sifatlamaydi Allah Taala. Nimişqa bu nima o degan gap bu bir narsaniki jinsdoshligini ko'rsatgan narsa bu. Bu nima bu? Bu qanday nima bu desa, bu qanday jinsdan bu degan gap yani. Bunun jinsi nima bu? Nima turga tavaya bu? Nima turdan bu narsa degan bu buning ma'nosi. Har qanday bir narsa jinsdosh bir narsa o'ziniki turiga o'xshaydi, o'zining jinsiga o'xshaydi. O çağda Allah Teala mahuva nima o Allah Teala deganda şu çağda teşbihulab qatı bir yerde. Yani Allah Teala o'xshatgan bir cins var çığı var. Aş cinsini deb tushundirsek Allah Teala'nın bergan tushuntirgan çığı deb. Şu Allah Teala'nın mahiya nima o degil olmaydi. Allah Teala'nınki cinsi nima degan gap qatı çağda. Allah Teala'nın cinsi yok ki. Allah Teala'nınki cinsi Allah Teala hech şeyga o'xshamaydi onu. Bir narsani o'xshatish uchun ma'mudan narsa ma'manın Türkiye'de ma'manın Türkiye'de şunun o'xshash bir narsa bo'lsa deb qanda. Allah Teala o'xshashganda bir narsa yo'q. Şunun cins bilan sifatlagan bo'lmaydi Allah Teala'ni. Va la bil kayfiyya. Allah Teala'ni kayfiyat degan gap ve tabiat, xarakter, mijoz, qandoqlik degan gapimiz. Kayfiyat qandoqlik bilan. Yani alemni yasag'uvchi Allah Allah Teala'niki shakli qandoq Allah Teala'niki abishtiki nima mohiyat degan tigi tekda bo'lsa, meniki kayfiyat degan tashqi qiyofat ham demakchi. Tashqi qiyofat qandoq hamdi deb nima qilolmaydi, tushundiga olmaydi. Masalan, qanday yangi qandaki, ta'mi qandaki, u qandaki, bu qandaki deb so'g'ilib bo'lmaydi, unda sifatlab bergilim bo'lmaydi. Chunki bu şeyler hammasi jismlarning sifatlari. Jismlarning sifatlari, jismlarning sifatlari, jismlarni yaratuvchi bo'lgan Alloh taolaning sifatiga bo'lmaydi. Hamda wala yatamakkanu fi makan. Allah Teala birer makanda makan tutmaydı. Allah Teala birer makanda makan tutmaydı dedik. Yani bu alemni yasag'uvchi birer makanda urun tutquchi emas, urulashquchi emas. Endi Allah Teala nima qilib birer makanda urulashquchi emas? Chunki biz abbeshni tatib alam Allah Teala'nın barligini sifatlash yo'lida barliq jismlarning bir boşluk dairesinden ma'lum bir makanda uğurlaşıp turib şu o'ziniki turish uchun şu makanga muhtoj ekanligini Allah Teala'niki Allah deb ham bilan aql orqali tunishimiz şu Allah Teala'nın ma'lum bir o'rinda o'rin tutishga muhtoj emas, şu o'rin tutmasdan mı o'zi mavjud bo'lib tura oladiganligi mush sababdan ifodalab chiqdi-ku. Demek Allah Teala başka cisimlarga o'xshash birer makanga muhtoj emas. Birer makanda turishga muhtoj emas. Endi Allah Teala birer makanda bo'lmagan ekan, Allah Teala ustun tarafdan emas, ostun tarafdan emas, undan boshqa olti tarafdan hech qasam emas. Nimishqa? Chunki bu ustun taraf, ostun taraf, undan boshqa tarafda hammasi makallarning talablari, makallarning had chegaralari. Ha, ma bir sebep mi? Yine bir sebep Allah Teala'nınki makandan xali buluş, makandan pak munazzah buluş, yani bir urunlaşması deganning yine bir sebebi Allah Teala ezelden tatba. Allah Teala ezelden tatba. Bu makan degan şu, bu yer şari,
osmon, bu makonlar hammasi qachon paydo bo'lgan? Alloh taolo o'zi biladigan vaqtda Alloh taolo uni paydo qilgan. Bu qadimdan tortib bor narsalar emas. Bu burun yo'q, keyin paydo bo'lgan narsa Alloh taoloni paydo qilish bilan. Endi biz u Alloh taoloni qadim desak, Alloh taoloni bir makonda o'rin tutgan desak, bu gapimizda nima gap paydo olib qoldi? Alloh taoloning o'rin tutgan shu makonimi nima? Umi qadimkan. Degan bo'lib qoldi. Juda qadimcha qilib qoldi joqda. Qadimcha qilib qoldi. Qadimcha qilib qolsa, bu chaqda ilohniki iloh qilmaslik yuz berdi. Qadim degan bir, ya'ni qadimdan tortib bazat Alloh bir. Uni boshqa şey hech qaysi qadim tortib bo'lgan emas. Shu Ali radhiyallohu anhu nima degan? Alloh taolo bor edi. Alloh taolo her şeyni yaratishdan ilgari bor edi. Undan keyin osmon zamin hamma shaylarni yaratdi. Ve Allah Teala her şeyi ihlak olgandan keyin yine şu haletdi bu. Allah Teala bar edi, şeylerini yaratışdan burun mu bar edi, şeylerini yaratып olgandan keyin bu şu halet üstüde Allah Teala. Yani bir özgürlük kalgan bir iş yok. Anda olab, bunda olab, bunda olab, anda olab kalgan iş yok. Allah Teala ezelden tartib bir revişte, bir şekilde kulle yevmin ve fi şen. Allah Teala her günün bir halet. Öyle anda olab kalgan, öyle bunda olab kalgan iş yok. Hem de kardeşlerden kalır şunlar bir sual kiliş gerek. Emmesi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahmanu alel arş isteva dedi o. Anladın? Bunun kadar manetiz. Allah Teala'nın bir makanda urun tutmaklık dediniz. Emmesi bu ayet kadar manetiz dese. Bu ayette bir münçe ihtimaldir. Bu ayetinin bir münçe ihtimallık var. Yani anda ma'nini ko'rsatishim mumkin. Bunda ma'nini ko'rsatishim mumkin. Bir münçe ma'nisi bu ma'nilarni ko'rsatish ihtimollik var. Nimishqa qarindoshlar, bir şeyde bir diqqat qilinglar. Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'lgan. Har qanday tilning o'ziga tushliq alohidaligi var. Demek biz mush Qur'oni Karimni arab tiliga tayanmasdan tushunmaymiz. Arab tilida o'zida bor bo'lgan alohidaliklarga asosan Er-Rahmanu alel arsh istava deganning mushning bir muncha ma'nilarni ko'rsatib turdi. Bir muncha ma'nilarga ehtimollik var. A ma'nisi bo'lishi mumkin, ma ma'nisi bo'lishi mumkin, ima ma'nisi bo'lishi mumkin. Ama bu ma'nilardan biz bir achchini misol so'zlab o'tib ketaylik. Masalan, chunki istava Er-Rahman alel istava degan istivo'an masdardan chiqqan, istivo'an masdar. İstiva degan gap barchada bir narsaniki komil, tamom bo'lishiga, komil bo'lishiga ishlatiladi. Hattoki bir mevzularniki pishqan mevzuni mustaviy deb qo'ydi. O'tgan bir miyada Makka Mukarramada bir arablar bir badaviy rasmiy yoziliq arabkan bir mongo sotib ketgan. Qalsam bir bunayta yumshoqlab ketgan bir mongo ekan. Şu mongunu buzub qolgan mongo mu desam uni mustaviy dedi. Mustaviy debdi. Bu qattiq yani komil mukammal pishib bo'lgani, tulab, may bog'lab pishgan deganni demakchi bo'lsam mustaviy degan. O'z quloqim bilan angladim. Badaviy arabdan og'zi mustaviy dedi. Mana mushu mustaviy istavan chiqqan bir gap. Allah Taala Qur'oni Karimda masalan valamma balagha ashuddahu wastawa deb qo'ydi. Sura Qasasning 14-oyatida o o'ziniki Qur'oniga yetib, vastava degan gap rasmiy kamolatga tushib, rasmiy kuch-quvvatiga yetib, kamolatga yetganda, pishqa vaqtida degan ma'no masalan. Bunda ma'nosi bor istava deganning. Ikkinchi ma'nosi istila ma'nosi bor. Istiva degan ma'nosi istila, ya'ni egallash degan bo'ldi masalan. Masalan, arabchada istava fulanun ala balad aw ala arsh deb ketiyor yani. Falanı bir şehrini egalledi. Yoki bir taxtni egalledi degan gap kelavsimi? Nima istava deb ketiyor. Yani ma'nosi istavla degan. Bu ma'nosi, bunda ma'nosi bor. Endi barchaqda bir yerda o'rin elish, qaror elish, bir yerda qaror elish uchun keladi masalan. Alloh taolo vastavat alal judiy dedi. Sura Hudning 44-oyatida Nuh alayhisolamning kimisining Judi degan bir tog' ustida qaror olganligini, shu tog'ning ustida o'rnashganligini andin so'zlab Alloh taolo bunda dedi.
Sura Hud degan. Ya masalan ba'zida o'zining ulug'i ustida, yana bir oyatda masalan liyastawu ala zuhuri ulag'niki ustida o'rnish uchun. O'rnashqa vaqtinglarda bunda subhanallazi zakhara hada va ma kunna lahu muqinin degan oyatni o'qinglar. Bunda denglar degan oyatda men ustida o'rnashqa vaqtida degan. Hadislarda payg'ambar alayhisalom o'ziniki tugisining ustida o'rilish bo'lgan vaqtida uni keynidan bunda deydi degan hadislar hammasi chiq masalan. Demak, o'rilish, o'rin elish, qar elish degan ma'nosi bor. Istawa degandan anda olgan bunun başka bir ma'nosi var yani kamus lügat kitapları qarasanlar yamanjaq bunun ma'nosi. Endi biz mushunchak so'zlab bitaylik bugun. Mana mushu oyatlar bir ehtimolligi bor ekan, bunda ehtimollik bilan hujjat, keskin hujjat bo'lolmaydi. Ya'ni bunun anda ma'nosi bor, bunda ma'nosi bor, bunda ma'nosi bor deb bir taraflik ma'nosi bo'lsa, biz bundan ilgari shu darsimizning boshqa qismida nima dedik? Aqida ilmi degan 4 parcha yerga tekkan, adadsiz, keskin dalil qat'iy bo'lmasa, aqidaga og'il bo'lmaydi, hattoki hadis mutawatir bo'lmasa, aqidaga og'il bo'lmaydi. Aqida bilimi bak haddidan ziyoda bu inchga bak qattiq muhim bilim. Bu bilimga boshliqchi gap og'lamaydi dedik-mi? Mana bu istavo degan oyatning ma'nosi bir munchaga ketib qoldi hozir. Unda ma'nosi bor, bunda ma'nosi bor degan ma'noga ketib qoldi. Hozir biz demak bunun bir ma'noni tutsak, yeni bir ma'noni nima tutmaymiz. U ma'noni tutsak, yeni bir ma'noni nima tutmaymiz, nima olmaymiz. Demak, ma ma'noni tutsak, ma ma'ni qolib tuydi, ma ma'ni tutsak, ma ma'ni qolib tuydi. Buni qanday qilish kerak? Demak, bu yerda bunda ehtimollik bilan bir ma'noni tutib, bu ma'noni tutmaymiz deb turish nima bu kuchli emas bu gap. Bu doğru bo'lanmaydi. Shuni bilan birga masalan istila ma'nosi falonning taxtini egalladi, falon taxtini egalladi degan yana Rahman Taala arshining katta arshining egisi degan ma'no biz hammamizga ko'nglimizga shu kelib turibdi. Shu kuchli ma'nolikini biz bilib turibmiz. Shuni bilib turibmi endi biz nima qilmaymiz? Davli qilmaymiz, shuni davli qilmaymiz. Nimishqa? Birmuncha ma'no qolib tuydi. Nimishqa? Endi men deyinchi gapdan bir chiqadi. Nimishqa biz Alloh taolo istavla ma'nosidan aytish ko'nglimizni shulgib tuydi. Shuni kuchli deb o'ylab turibmiz, lekin yine shuni davli qilmaymiz degan vaqtida nimishqa uni kuchliligini o'ylaymiz deganda, chunki Allah Teala erşini tilg'ab bu yerda damlanyapti. Alloh taolo ershini tilga olib maqtanyapti, damlanyapti. Endi bu yerdagi bu istivo damlash uchun kelyapti. Bizning aramizda bir adam bir yerda qor oldi, bir yerda o'ltirdi desa damlanamdi yoki bir shaharni egiladi yoki bir falonni taxtini egiladi desa damlanamdi. Damlang'ich maqtalgudek ish qilsa masalan. Mesela ba'zilar voy bu yerda o'rin oldi degan ma'nosi bekan, ma'nosi obdan qanday aytdi deb o'ylasanglar, Alloh taolo Ar-Rahmanu alal arstawa desh orqali Alloh taolo o'zini bizga madihlat kuzmoqchi. Ondan maqsad bu yerda damlash, bu yerda. Bu yerda o'tiribdi degan gap damlat qilishma, bu yerda turibdi degan gap damlat qilishma. Balki shu narsani egilabdi. Ustaning falanning shaharni egilabdi, yo falanning taxtini egilabdi desa, egilabdi degan gap nima? Bu damlanayotgan gap bu. Bir yerde o'tiribdi, bir yerde qarab degan gap normal gap. Shu ko'nglimiz damlash maqsad olgandan keyin demak bizning ko'nglimizmi arshining egisi Xudoyim, shu katta arshining egisi Xudoyim. Ondan. Chunki arshini alaydi, shuncha Alloh taolo hamma narsaning egisi turib, arshining ham egisi Xudoyim deb aytib qo'yishning sababi nima desa, chunki arsh maxluqotlarning ichidagi eng katta maxluqot, eng yuqori maxluqot. Butun osmon zamin Erşinin aldığı xuddi bir çoğun bir bayavanda tashlab qo'ygan bir üzükka o'xshaydi deydi. Bir üzükchilik bor cho'ng. Eng katta mavjudotning egasi Alloh bo'lgan yerda qolgan unda kichik mavjudotlarning egasi tabiiy Alloh bo'ladi degan ma'no chiqdi bu yerda. Endi xo'sh, mushunda turg'liq, qalbimiz mushuning shunday yugib turg'liq, ya'ni biz mushu ma'noni biz keskin mushu ma'nosi keskin mushu deyolmaymiz. Nimishqa boshqa ma'nolar ehtimolli bo'lma. Endi salaf ulamolarning mazhabi bu masalada Ar-Rahman al-Arsh istawa deb kelsa, bunga biz iymon etamiz. Buning ta'vilini, buning ma'nosining yoki istavla ekanligini, yoki istaqarra ekanligini, yoki
qanda bo'lsin, ma'nosini qandaligini Alloh taologa topshiramiz. Buni ta'vilatini Allohga topshiramiz. Nima qilishdan billa? Alloh taoloni boshqa maqsadlarga o'qitishdan, Alloh taoloni boshqa maqsadlarga o'qitishdan paklash bilan birga uni ta'vilini Allohga topshiramiz. Buni degan gap eng inji gap bu. Ya'ni biz nima deymiz? Salaf ulamolarning yo'li qanda? Alloh taolo Ar-Rahman alal arsh istawa deb kelsa, Alloh taolo arshiga mustavi bo'ldi deymiz masalan. Uyg'urcha ma'no demaymiz uningga. Mustavi bo'ldi, istawa bo'ldi. Buning ma'nosini Alloh biladi. Lekin Alloh taolo jismga o'xshamaydi, maxluqqa o'xshamaydi. Alloh taolo anda bir taxtning ustida podshoh o'tirgandek o'tirishni Alloh taolo munazzah degan maxluqning ishi deb ma'ni paklab o'tib bo'lgandan keyin buning ma'nosini amiz qanday o'tibdi desa, Alloh o'zi biladi. Amiz Alloh taolo arshga qanday mustavi bo'libdi desa, buni Alloh o'zi biladi deymiz. Alloh o'zi biladi. Lekin Alloh taoloniki u yerda poshqini u yerga qo'yib, arshida o'tirib arshga jilab ketdi degan munda gapning bari bu hammasi g'alati gap. Andan. Buni Alloh taolo arshiga qanday mustavi bo'ldi? Alloh o'zi biladi. Lekin mustavi bo'lgani rost Qur'oni Karimda kelganligimiz. Amanna, saddaqna. Saddaqna. Lekin buni biz nima qilib bo'lgan ekan? Alloh taolo anda o'tirishdan, taxtlarning ustida o'tirishdan, bundan nimaga bandalarga o'xshab qilishdan pak munazzahdir deb bo'lgandan keyin Alloh taologa ta'vilat topshiramiz. Endi bu shunday deyishning o'zi nima? Salaf ulamolarning mazhabidir. Endi xalaf ulamolarning mazhabichu. Ahli sunnat va jamoat aqidasini aytdiki, xalaf ulamolarning mazhabichu deganda, xalaf ulamolarning mazhabi biz bu oyatni Alloh taolaning zoti, jaloliga, Alloh taolaning zotiga loyiq keladigan darajada ta'vil qilamiz. Alloh taolaniki zotiga, sifatlariga loyiq keladigan darajada ta'vil qilamiz. Va lekin mushu Alloh taolaning chuqur murodi mushu deb keskin qilyotmaymiz. Nimishqa? Keskin qiladigan bu Alloh taolaning mushu muddaosi mushu deb keskin %100 yoki daqaydigan dalil bo'lmaganlik uchun. Lekin Alloh taolaning zotiga loyiq keladigan tilladimi, til bilimidimi, buniki nimasi bo'lgan, dalili bo'lgan holatda buni ta'vil qilamiz deydi, keyin kelar. Undan keyin shunda deganki keyingi ma'lum yadulloh deb kelsa bu qudratulloh, Alloh taolaniki kuch-quvvati deb tildimi? Chunki til lug'at so'zlardimi? Quvvat, kuch-quvvat degan ma'nosi va yad degandiki masalan. Uni keyin masalan shunga ta'vil qiladi. Buning ismi ta'vil. Lekin bu keskin buni ma'nosi mushu deb bo'limi? Keskin nima jazmlashtirmaydi. Lekin salaf ulamolari buning ma'nosini, ta'vilini Alloh qaytardi. Farq shu. Va ular yana dedilarki, masalan, bir kim so'rab qolsa endi, sizlar Alloh taolo bir tarafda emas dedinglar. Qur'oni Karimdagi va huvallazi fis-samai ilahu va fil-ardi ilah degan oyatlar masalan so'z o'qibning 84-oyatidagi masalan 84-oyatidagi. Andan bunun qanday javob bersiz? Alloh taoloni bunda savol kelsa bunun qanday javob bersiz? Siz hech qanday tarafda emas dedingiz deb qolsa, bu yerdagi Alloh taolo osmondami ilohdir, yerdami ilohdir degani, ya'ni Alloh taolaning ilohligi osmondami, Alloh taolaning ilohligi osmondami, zimindami sabitdir. Alloh taolaning ilohligi osmondami, zimindami sabitdir. Ya'ni Alloh degani Alloh taolaning zoti sabitdir degani emas. Alloh taolaning o'zi osmondan bor, yerdan bor deganlik emas u. O'zi osmondan yerdan bor. Alloh taolaning ilohligi osmondami iloh, yerdami iloh. Masalan, normalda bizning tilimizda masalan palanaxun masalan Erdo'g'an Turkiyaniki podshosi desak, Turkiyaniki İzmirning podshosi, nimaniki İstanbulning podshosi, buyoqning podshosi degan bo'ldi masalan. Bu anda deganlik Erdo'g'an shu İstanbuldan bor, İzmirdan bor, bu yerdan bor deganlik emas. Erdo'g'an shu Anqarada o'tirdi, o'zining poytaxtida o'tirdi emas. Lekin uniki hukmi ham yerga chamta, valillahil masalul a'la. Lekin yana Alloh taolo osmondan ilohdir, yerdan ilohdir degani Alloh taolo osmondan bor, yerdan bor deganlik emas. Anda ikki iloh bo'lgan qanday chog'da? Alloh taolo anda degani Alloh taolo osmondan iloh, Allohning ilohligi osmondan kuchga ega, yerdan kuchga ega, hamma yerda kuchga ega degan bo'ldi.
Yine bir soru sual sorsa. Emisi Allah Teala Suratul Mulk'un 17. ayetinde emintum men fis sema sizlar osmondagi zotni xotirjamlab qaldinglarmi desa buni ma'nosi o'xshash, ya'ni osmondami ilohlikqa kuchga ega bo'lgan, zimindami ilohlik kuchga ega bo'lgan, ilohlik aqadigan zotni sizlar xotirjamlab qaldinglarmi? Hali ziminni qalam emas, ziminni qalam emas, osmondami sizlarga balo keltirishga qodir bo'lgan bu ma'nosi. Endi bir savol sorsa, emas va huval qohiru fawqa ibadihi desa Allah Teala. Sura An-Naml 18-oyatida Allah Teala bandalarining ustidan qahr qilib bes bosh ko'rib turuvchidir desa, bu yerda Allah Teala ustunlik deb qo'ydi. Siz Allah Teala bir makon tutmaydi desangiz, Allah Teala makon tutmaydi desangiz, bu yerda ustunlik deb qo'ydi desa, bu yerda degan, ya'ni qahr qilib boshqaruv jihatdagi ustunlik degan gap. Masalan, jangda bu yerda qarshi taraf ustunlikni giladi, qarshi taraf ustunlikni giladi desa, qaysi taraf ustunlikni giladi desa, ammo shu kuchli taraf ustunlikni giladi, ustunlik uni o'qidi deydi. Bo'lmasa, birisi tog'da bir yer deganlik emas ma'nosi. Ya'ni boshqa bandalarni boshqarib, majburlab, ularni kontrol qilish jihatda hammadan ustun degan gap ma'nosi. Allah Taolaning qavli masalan inna anzalnahu, Qur'on Karim nachada inna anzalnahu deb keldi. İnzal degan gap binasini ustidan ostiga qo'yib berish degan gap deb bir savol sorsa. İnzal degan gap binasini ustidan ostiga qo'yib berish. Allah Taala aslida bir tarafda emas bir makon tutmoqchi, osmonda bir yer makon tutildi Allah Taala deb misol keltirsa bilsa. Misol keltirsa Qur'onni apkagini Jibril alayhisalom. Qur'onni apkagini Jibril alayhisalom. Nimishqa Jibril alayhisalom Qur'onni ustidan apishdi. Jibril alayhisalomning makoni osmonda tabii. Jibril alayhisalomning makoni osmonda bo'lgandan keyin Jibril alayhisalom Qur'onni kelgandan keyin Xudo taolo biz uni nozil qildik. Jibril orqali tushirdik. Jibril alayhisalom osmonda bo'lgandan keyin endi past tushdi. Buningdan Allah Taolo osmonda turdi degan gap chiqmaydi. Va endi biz so'sa innallazina inda robbik Allah Taolo makon tutmaydi dedinglar. Amisi sizning Parvardigoringning qeshidikilar degan qanday ma'no aytishlar desa, ya'ni bu yerda firishtalar degan bu Parvardigorimizning qeshidikilar o'zi firishtalar. Ya'ni bu yerdagi manzilning darajaning yaqinligi bu yerdagi, ana o'rnining yaqinligi emas. Allah Taolo bu yerda turganlar degan gap emas, ya'ni Allah Taologa nimasa u martabasi, darajasi yaqin bo'lgan, Allah Taolo o'ziga yaqin tutgan martaba, darajati yaqin tutgan degan gap anda. Makon jihati, o'rni yaqin deganlik emas. Endi duo qilib yine bir so'sa, anda duo qilgan chaqda osmon qo'limizni ko'taramiz osmonga. Nimishqa osmon qo'lini ko'taramiz, Allah Taolo osmonda bo'lmasa, nimishqa osmon qo'limizni ko'taramiz desa, chun bu duo qilish degan gap bu bir ibodat. Xuddi duo qilishda qo'l osmonga ko'targanlik, xuddi namozda biz qiblaga yuzlanganlikka o'xshaydi. Namozda biz qiblaga Ka'baga nima qilamiz? Ka'baga qaraymiz. Ka'ba Xudo emas, bo'lmasa Ka'ba Xudoyim Ka'baning ichida emas. Alhamdulillah. Nimishqa xuddi namozning qiblasi Ka'ba bo'lgandek duoning qiblasi osmon. Shu. Endi yeni bir so'z andoz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir dedektin birisi osmonga bir dedektin birisi kelganda Allah Taolo nima deganda anda osmonga ishorat qilgan vaqtida Allah Taolo bu mo'minkan deb hukm qilgan. Buning nima deysiz deb so'rasa, bu buning beradigan javob shuki, chunki shu vaqtida Allah Taologa ibodat qilgan odamlarmisi nimaga osmonga ishorat qiladi. Nimishqa chunki yerda hammasi yerga ishorat qilsa butga ibodat qilib bir yerda. Butning bir yerdimi? But degan yerga o'rlashtirdi, but degan turish uchun yerga muhtoj-ku. Hammasi yerga o'rlashtirganlik uchun Allah Taolo bir Allohga ibodat qilib bir osmonga ishorat qiladi shu vaqtida. Shuni ular u osmonga ishorat qilganda ko'plam Allah payg'ambar alayhisalom buniki ma'budi but emas ekan deganni bilgan. Ya'ni osmondagi Xudoyim osmonda degan gap emas, balki buning ma'budi bu yerda o'rlashgan emas ekan, but emas ekan, jismlardan tosh yog'ochlardan tarkib topgan but emas ekan, bu musulmon ekan degan gap bo'ldi. Xo'sh. Endi xulasatul kalam endi. Bu masaladagi eng xulos kalam shuki, bu masalada yani Allah er-Rahmanu alal arstawa yadullohi fawqa aydihim Allah Taoloning vajh Qur'oni Karimda vajh, yad, saq ditqan mushundaq sifatlar
bunda Ar-Rahman alal arsh istava degan bunda oyatlar hammasi bunda oyatlarga kelganda qanday e'tiqodli bo'lamiz, qanday yo'l eng sog'lom, eng salomatlik yo'l desa, xulos kalam salaflarning yo'li eng salomatlik yo'l. Salaflar qanday yuqori so'zlab, salaflar qanday tutdi? Yani Allah Taala anda ben mesela Er-Rahman alel arsh istava deb kelsa, Allah Taala anda bendiler nimada o'tirganda, taxtda o'tirgandek o'tirishdan, taxtga ehtiyoj bo'lib qilishdan munazzahdir. Lekin Er-Rahman alel arsh istava deganga Allah arshiga mustavi bo'ldi desa, bu mustavining ma'nosi nima? Xudoy o'zi biladi. Biz bilmaymiz. Bunun ma'nosini bilmaymiz. Lekin buni iymon etamiz. Mustavi bo'lganligi aniq. Lekin bunun ma'nosini lekin Xudoy o'zi biladi degan ma'no yadullohi fawqa aydihim deb kelsa, masalan, avvalan Alloh taolaning quli yo'q. Alloh taolaning nimaga bizning bandalarga o'xshaydigan quli yo'q. Qo'l, fut, a'zo degan bu bandalarniki, bandalarning ishi. Alloh taolaniki, anda bandalarga o'xshab qilishi, Alloh taolo pok, munazzah uningdan. Deb bo'lib, ya'ni poklab bo'lgandan keyin, Alloh taolo poklab bo'lgandan keyin yadulloh desa Alloh taolaning o'zi biladigan, biz bilmaydigan yet bor, yetda bir sifati bor. Allah Teala o'zi biladigan yetda bir sifati bor. Buning nimaligini biz bilmaymiz. Buning qanday sifatligini biz bilmaymiz. Allah o'zi biladi. Deb ma'o nimaniki? Nimadan ilk salaf ulamolarning aqidasi. Ondan. Eng sog'lom yo'l salaf ulamolarning yo'lidir. Endi xalafning yo'li chu deganda eng ahkam, eng mazmut, eng puxta yo'l. Xalaf ulamolarning yo'li. Xalaf ulamolarning yo'li qanday dedik? Xalaf ulamolarning yo'li, masalan, Ar-Rahman alal arsh istava deganda nima deb ma'no oldik? Istavla. Chunki bu maqtashning o'rni arshining egisi Xudoyim. Bunda katta arshiga ega bo'lgan, eng maxluqotning ichidagi eng katta arshining egisi bo'lgan yerda boshqa narsaning hammasi egisi Xudoyim degan ma'no chiqadi. Yadullohi deb kelsa Alloh taolaning qudrati. Ular banda hammasi Alloh taolaning qudrati ostida. Alloh taolo qudrat, o'zi qudrat ilki bilan qo'llab himoya qilib turibdi degan ma'noni birdi. Lekin biz bu chuqur mushu ma'no bo'ladi deb buni biz nima jazm qilmaymiz. Lekin mushu ma'no intayin kuchli ma'no deb ta'vil qilish nimaning yo'li? Xalafning yo'li bu nima ish mahkam yo'l? Ma'no deyish orqali boshqa ehtimollar hammasi qalbni ko'tarib ketadi. Xalaf ilmoniga ma yo'l qilish orqali Alloh taolo arshini tubsida bunda o'tirmadiki, arshig'i chilab ketmadiki, anda olammadiki, bunda olammadiki. Anda Alloh taolaning quli bo'lmigi, quli o'zi qancha barmoq quvvati, uzunmi, qisqami degan bir muncha nima vahm, bir muncha bundaqa shu xayollarni qalbdan chiqib tashlash jihati intayin mazmut, mustahkam, puxta bo'lganlik uchun xalafning yo'li nima? Intayin puxta degan gap. Endi yana birisi endi birisi qopab savol so'rab. Mesela Allah Teala'nı üstünde emas, ostunda emas, o'ngda emas, solda emas. Hech qanday tarafda emas dedinglar. Endi bunda deganini yo'q degan gap. Yo'q bir iloh ibodat qilgansizlar. Bu üstünden bo'lmasa, ostidan bo'lmasa, o'ngdan bo'lmasa, soldan bo'lmasa, oldindan bo'lmasa, keyindan bo'lmasa, bu siz yo'q iloh ibodat qilgansizlar. Yo'q iloh ibodat qilganda bir so'rab salsa, buning beradigan javob shuki, olti tarafda emas desa bu yo'q narsa bo'ladiganligi degan nimaga? Nimaga nisbatan bu jism. Ya'ni bu taraflardan o'rin olgan jismlarga nisbatan bor gap bu. Jismlarga nisbatan bizning kallamizga o ya. Jismlarga nisbatan. Lekin o'zi jism bo'lmagan, ya modda bo'lmagan, ya hodisa bo'lmagan, jismlarga o'xshamaydigan bu tarafdan iborat jismlarga o'xshamaydigan buning borlig'ini bu taraf jismlar orqali uqulamaydigan zotga nisbatan bu olti tarafdan inkor qilib, uni yo'qligiga inkor qildi. Uni yo'q deganlik bo'lmaydi bu yerda. Chunki bu ya'ni maxluqotlarga nisbatan ustunda deyishga lekin xoliqqa nisbatan bu uni anda deganlik xoliqni yo'q deganlik emas u. Bunga berilgan javob shu. Xo'sh, endi Musannif rahimahullohniki matnga, ya'ni tekstga kelib kelaylik. Musannif rahimahulloh deydi: "Va la yajri alayhi zaman." Alloh taologa zaman o'tmaydi dedi. Zaman o'tmaydi. Nimishqa? Chunki zaman degan bir ying'ilinib tutgan,
Yeni bir yengilib tutgan narsa bilan ölçünülüp yengilib tutgan bir narsa. Mesela kun kuniga bir aylansa bir gün o'tdi degan gap. Kunning aylangani orqali biz ma bir kun o'tib ketganligini. Yana oy chiqsa ma Jamadil avval kiydi, uni keyinidan Jamadil oxir kiydi. Oy orqali biz nimani o'qib tutgan, oy orqali o'qib tutgan bir narsa bo'ldi. O'zi mustaqil bir narsa emas. Shu narsalarning harakat qilib, aylanib turish orqali biz ma'nasiniki o'zgarganligini yengilib turganligini bilalaymiz. Alloh taolo undan munazzah. Allah Taolaga bunda yengilib, bunda oylar, kunlar o'tash orqali Alloh taolo bir yengilib, o'zgarib tutganga bunda shunda Alloh taolo munazzah. Oddiysi bizning valillahil masalul ala bu Allah Taolaga o'xshatganlik emas buni. Hali o bizniki sanab turgan bu zamonimiz, bu yil hali o bizga yer shariniki teshdiki planlığım o'tmaydi avlan. Unug'uma aqmaydi bu yil. Nemishqa? Masalan, yer shari kunni 365 kunda bir qatam aylanib o'tgan. Hozirgi falakshunaslarniki, falak olimlariniki deyishiga qaraganda. Bu shu kunniki atrofida aylanib turgan planetlarning eng teshdiki eng cho'ng bir planet ekan, 7 dona planet eng teshdiki. Ashu kunni qancha 48 yilda bir aylanib o'tdi deydi. Kun yer shari 365 kun aylanib bo'lsa, eng teshdiki 7-qatorda turgan a planet 48 yilda bir aylanib o'tdi deydi. Yer sharidagi zaman ashu bir planetga ta'sir qilib o'tmagan yerda Alloh taolo o'tamda. Bu degan qilish deb kerak. Bu tabiiy gap bu. Allah Taala bundan pak munazzahdir. Şu Allah Taala mancha yaş kipti, ancha yaş kipti degan olmaydi. Allah Taala o'zgarmaydi, muqim bir holatda. Musa İbrahimoğlu nima deydi? Va la yushbihuhu shay. Allah Taolaga hech qandaq bir şey o'xshamaydi. Allah Taolaga hech qandaq bir şey o'xshamaydi. Allah Taolaga hech qandaq bir şey o'xshashmaydi. Hamda Allah Taolaga hech qanday bir narsa o'xshamaydi degan gapda Allah Taolaga hech qanday bir narsa o'xshamaydi degan uchuq zohir ma'nosi ham bilan qilsa uchuq bo'ldi. Ammo hamda o'xshamaydi degan gapdan ya'ni bir narsani ishlatgan yerga o'xshamaydi degan gapdan bir narsani ishlatgan yerga yeni bir narsani ishlatgan bo'lmaydi degan ma'no chiqib qolsa. Ya'ni agarda Allah Taolaga hech qanday o'xshamaydi lekin yeni bir narsa bor, agar Allah Taolo bo'lmasa ana uni qolib qo'yg'uluti chiqib o'xshamasa qolib qo'yg'uluti bunda bir narsa bor degan gapdan munazzahdir degan bu degan ma'nosi bor. Nimishqa Qur'oni Karimda laysa kamithlihi shay deb harfal kaf uni keyin misl deganni keltirib qoldiqma. Ya'ni Allahu Haq subhanahu va taala va taqaddas hech qanday bir şeyga o'xshamaydi, hech qanday bir şey Allah Taolaga o'xshamaydi. Endi shakli o'xshamaydi degan bunun da masala yo'q. Endi budagi dalilimiz nima? Allah Taolo Qur'oni Karimda laysa kamislihi shay'un va huwas samiul basir deydi Allah Taolo. Allah Taolo laysa kamislihi shay. Asli Allah Taolo laysa misluhu shay desin butdi. Anladın mı? Laysa kamislihi deb qo'ydi. Kap bilan kap degan bir tashbih, o'xshatish harfi. Misl degan bu yeni bir o'xshatish harfi. Ikki gapni kelib qo'ydi. Demak, Allah Taolaga o'xshaydigan bir şey yo'q. Endi Allah Taolaga %100 o'xshamasimi? Ya'ni masalan bu dunyoda bir narsa bor. Ba'zan bir narsa bilan %100 o'xshamasimi? Masalan bir mashinaning saymini, o'zini saymini topolmasa, yeni bir mashinaning saymini o'ksab qo'yib tutgan saym Allah masalan. O'zini olmasimi? Onu tushkash tutgan. Allah da demek ikki harf bilan keltirgani Allah Taolaga %100 o'xshatgan hech qanday maxluq yo'q. Allah Taola'niki ming sifat bo'lsa, Allah Taolaning sifatlarining cheki yo'q. Ming sifatini bir sifatiga o'xshatgan narsa yo'q. Bir jihatdan o'xshatgan narsa yo'q. Chunki Allah Taolo agarda maxluqqa bir jihatdan o'xshab qolsa, maxluqlar Allah Taola'niki çok o'xshab qolgan bir jihati yangidan paydo qilingan degan gap. Chunki maxluqlar o'xshab qolish degan gap Allah Taologa loyiq kelmaydi. O'xshash degan gap, o'xshash degan gap, ya'ni o'xshash yaratdi degan gap bu.
Allah Taala mingda 1% mu bandaga hech qanday tarafdan o'xshamaydi. Shunga Allah Taolaning quli va ondan lekin bilaga odamga o'xshamaydi. Bilaga odam quli o'xshamaydi. Qarshi bir quli va o'xshamaydi degan gapning o'zi mana nima gap chiqadi bundan? Quli va degan gap chiqib unga o'xshamaydi lekin quli va degan gap yana quli va degan gapga o'xshaydi degan gap. Maxluqqa quli va degan gapga o'xshaydi degan gap. Şun xalaf ilmini bilen ahkam degan gap shu yana bu masala. Shu demak Allah Taolaning quli va deb ma'ni bermaymiz unga. Ajam tilida yet degan gap ma'ni bermaymiz yana. Allah Taolaning yet deb bir sifati va bu sifatni Allah Taolo o'zi biladi. Lekin bu a'zo emas. A'zo emasligini xalaf salaf ilmi ashkiz deydi. Bunda insonning qulida bir a'zo emas. Quli va o'xshamaydi deb quli va o'xshamaydi emas. Bu Allah Taolaning anda bir a'zo ismli narsa quli yo'q. A'zo ismli quli yo'q. Lekin qo'l deb bir sifati var, sifat. Bu nima o'xshamaydi? Insonning qo'lidagi bir a'zoga o'xshamaydi. Har qanday bir a'zo. A'zo emas demakchi. Demak, ya'ni vala yushbihuhu shay degan ma'nosi mana. Laysa kamithlihi shay'un degan chiqqan. Ba'zi mufassirlar kap yadi ziyoda, mislu kap degan ziyoda ta'kid uchun kelgan deb qilib ekan. Anda demak, ya'ni Alloh taolaning misoliga o'xshaydigan hech qanday bir shay yo'q degan gap. Alloh taolaga o'xshaydiqini yo'q. Alloh taolaniki %1000%, %1% Allah Teala'nınki bir sıfatı o'xshab qatgan bir maxluqmi yo'q. Allah Teala hech qanday maxluqqa 1%, %1% o'xshab qolmaydi, 1000% o'xshab qolmaydi. Anladın? Allah Teala'ga Allah Teala'nın o'xshi yo'q. Allah Teala'nın o'xshiga o'xshaydiqini yo'q. Allah Teala o'xshi yo'q, o'xshiga o'xshaydiqini yo'q degan gap, o'xshash deganda o'ta yo'q qilayotgan gap. Şunmuş işte bütünley bizden abaytınız deyip doğan Allah Teala anda emas bunda emas deyip selbi sıfatlarını deyişimizin sebebi şu ayetinin sebebidir. Musa İbrahim Allah ahir dönemindeydi. Ve la yahrucu an ilmihi ve kudretihi şey. Allah Teala'nın ilmidin, Allah Teala'nın kudretidin hiç kandak bir şeyi çıkıp gitemeydi. Nemişka? Çünkü Allah Teala'nın ilmidin eğer bir yer çıkıp gitip kalsa, yani Allah Teala'nın kuch kudretidan bir yer çıkıp kalsa, bu nima o'ta bu degan nuqson bu. Bu degan ojizlik qilib qoldi bu. Ondan. Bundan nuqson ojizlik degan bir nimaga muhtojlik degan gap, muhtojlik. Allah Teala hech qanday bir şeyga muhtoj emas. Qur'oni Karimdagi keskin dalillar hammasini so'zlab turdi. Allah Teala'nın ilmi her şeyini korşap algandır dep deydi. Anladın? Ve kad ahata bi kulli şeyin ilma mesela. Her qanday şeyini korşap algandır Allah Teala'nın ilmi dep durdu. Allah Teala innallah ala kulli şeyin qadir. İnnehu ala kulli şeyin qadir. Allah her şeyi qadirdir dep deydi Kur'an-ı Kerim necciyede. Huve bi kulli şeyin alim ve ala kulli şeyin qadir dep Allah Teala necciyede dep durdu. Necciyede bilip durdu. Ha. Demek bunda olgan qalğanda Allah eğer bunun ilmidan belə çıxıb qap qalsa, eğer kudretidan belə çıxıb qap qalsa, bunu olub qatgan, aciz olub qatgan. Aciz olub qatgan, cahil olub qatgan. Cahillik, acizlik degan Allah Teala'nın sifatiga butunlay qarama-qarshi ketgan sifat. Demak, olamlarni paydo qiluvchi bo'lish uchun mundaq nizomliq olamlarni shundaq necha million yildan bir bunda tartiblik saqlab kelish uchun her bir taş boçal bayavanda küçük çümüllerinin rızkını verip dururgan. Onun halinden haberdar bulup duruş için her şeyini bilgüçe, her şeyi kadir butkan zat buluş gerekken. Ameliyatda bu zat aşındaki zattır. Biz aklımız arkalık bana muşu sıfatlarını hemmisini ve Kur'an-ı Kerim'deki keskin delillerden tayiniş arkalık ne kıldık? Aldık, ügendik. Hulasetul kelam şu ki demek Allah Teala o'ziniki olamdan iborat mahluqotlarga hech qanday jihatdan o'xshashmaydi ekan. Agar o'xshib qolsa bu mahluqning qatorida bo'lib qoladigan ish ekan. Alloh taolo mahluqning qatori bo'lib qolishdan, mahluq bo'lib qolishdan, uning o'xshab qolishdan, hatto uning 1% jihatdan o'xshab qolishdan Alloh taolo pok munazzah ekan. Rabbimiz Alloh subhanahu va taala va taqaddaskan deb Rabbimizni cemi'in nalayık sıfatlardan paklaydigan ders bugünkü dersimizdir. Bu intayin muhim ders. Qarindoshlarning ko'ngil qo'yib anglab yaxshi o'zlashtirishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.